Nijatlık yultuzi sertan, xalqning derdiga derman. Uningsiz sende köp arman, o sertan mening daqlan. Onundu çünkü bar ihsan. Jimi derdga bular derman, tibabet ahlidan chiqqan tevib sertan mening daqlan. Kasbning igisi g'amga petib qolgan mushu damda ajoyib to'g'ri yo'l tutgan yigit sertan mening daqlan. Uyumning barkati sertan, xalqning shavkati sertan, avomning ko'nglini tutgan aziz sertan mening daqlan. Mulazim sıfıra takas qilish boshlandi. Hey, mulazim geldi ya. Sap sütning huzuri uyulda.现场的观众朋友们，屏幕前的网友们，大家好，欢迎收看赛坛天山之声栏目. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, hammanglarga Shamsiya Abaydullardan o'tliq salom. Ko'rayotganlar, Sartan guruhi Xotan Ehson o'smir kasalliklar doktorxonasi, Aqsu, To'g'su, Sartan Tianshan doktorxonasi qasnamidagi mulazim sipsi alayda talab qilgan, uyul ishchiligi alayda qo'llagan, Zo'xlan ichimlik suv shirkati alayda hamkorlashgan. Şinjan Venera Xalqaro savdo cheklik shirkati strategiyalik hamkorlashgan. Arzu marka moliya maslahatchilik shirkati strategiyalik hamkorlashgan. Sartan Tianshan Navasi programmasi. Sartan Tianshan Navasi programmasi her qaysi joylardagi o'zi sazchilib naqsh etalaydigan, talantlilarni bayqaydigan, chaqintadigan sahna. Biz bu sahnamiz orqali nurg'unlagan har millat talantli do'stlarning texmo parlashini, texmo ko'p kishilarga ma'naviy zo'q berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Undaqda baholug'chilarni bir tanishtirib o'taman. Birinchi darajalik rejissor, tanlıq aktyor, hammaylar yaxshi ko'radigan suyumlik san'atkorimiz Nijat Niyaz apandi. Birinchi darajalik artist, ko'p qirliq san'atkor Dilshad Raidin apandi. Tanlıq naqshchi, muzikant, Şinjan moda muzika boshlamchilaridan biri Xaskin Xali apandi. Qarshalimiz. Tanlıq yosh kompozitorimiz, muzikant, naqshchi Mavlan Mamtimin apandi. Sartan Tianshan Navasi programmasining muzika nazoratchisi, muzika ijodiyatchisi, yosh naqshchi Nurshad Dilshad. Qarshalimiz. Bugungi Sartan Tianshan Navasi programmamizga alayda taklif bilan qatnashgan to'r cho'lpinimiz bo'lsa, Shovfan qarshalimiz. Qadrdonlar, endi bo'lsa, bizning programmamizni yaqindan qo'llab, bizga kuch madar bergan korxonchilarimizni tanishtirib o'taman. Sartan guruhining bosh lider yordamchisi Guljahan xonim. Xush keldingiz. Sartan guruhi qarmog'idagi Xotan Ehson o'smir kasalliklari doktorxonasining kasbiy ishlari mas'ul doktorxona boshlig'i Roza apandi. Qarshalimiz. Aqsu viloyatining To'g'su nahiyasiga joylashgan Sartan guruhi qarmog'idagi Tianshan doktorxonasining kasbiy ishlari mas'ul doktorxona boshlig'i Iskandar apandi.
Mulazım Supısının kurgucusu Tursun Kurban Efendi. Uyul Sütçülükünün direktörü Ömercan Ali Efendi. Zohlan İçimlik Su Şirketi'nin direktörü Ablimit Ebeydullah Efendi. Şinjan Venira Halkara Soda Çeklik Şirketi'nin kurgucusu Nicat Eskar Efendi. Tianshan Navasi programımız yolga qo'yilgandan keyin nurg'unlagan qatnashish arzusi va mahirlar tizimga aldırıp birinchi qitimda o'zlarining soz chelib naqsh etgan qisqa filmini bizga avatdi. Shuningga asosan keyingi qadamda programma gruppasidagi baholag'uvchi ustozlar ham munosabatli xodimlar har qaysi viloyat shaharlarga berib mahirlar bilan yuz turani ko'rishib naq maydonda tanlash ilib berildi. Bu jarayonda 300 dan ortiq mahir ichidan har qaysi jihatdagi ifodasiga asosan eng oxirida 60 nafar mahir tanlanib programmaga qatnashish salohiyatiga erishdi. Mana biz hozir mushu sahnada mahirlarimizning qaltis ifodasini ko'rsatishni taqozolik bilan kutyapmiz. Programmamizning qoidasi bo'lsa, har bir son programmamizga 5 dan 6 gacha mahir qatnashadi. Har bir mahirimiz o'zi soz chelib birdan naqsh aytadi. Baholag'uvchi ustozlar har jihatdagi ifodasiga asosan baholab nomer qo'ydi. O'ttirchi nomeri yuqori bo'lgan 4 nafar mahir tanlanib, keyingi bosqichga qatnashish salohiyatiga erishdi. Ko'rayotganinglar Sartan guruhi qasnomidagi Sartan Tianshan Navasi programmasi. Xo'sh qadrdonlar, undaqda Sartan Tianshan Navasi programmasining birinchi mahirni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Kimin aldı cemiyette baka yürgende uçrap kaldı ağinem Davut geldi dimini Xodenge yaş bağladı Çillisiyle yanmay mağatu Kizip bakay canutni dedim Nimeyen son cahan körgenge Canım dadım Yolga saldı söndüm bir bekette Kol şiltip gözleri nemleşkence Kaldı ürüm şehirde Uzğanca pencereden Irak'a bakkanca Sadda perezde xiyalgı batkanca Mağdim yakıyor çeker Geldim Xodenge Bu yerinin şivisi boş gece Okşap ketken güç kişide Kaynak bezar özgücü yekşembe Hizmet izde Hollywood degendi bağa keldi Nakşımız uzgendi değil o ben Lekin suluk nakşımız yok gel Men izdeney Suluk bedige men bir küçey Gün gece amalını kılay
gecen o ben hayır hoş dedi. Bu başlanış hayat geçmişige kadem iliş. Karol digendi bağı yol aldım. Oylanıp kaldım bozuğa tüyde. Bozuğa tüyde. Bozuğa tüyde. Bozuğa tüyde. Hoş geldinler karşılığımız. Acayip bir yenice usluptaki nakşının birini anladık hazır. Hikayesi var. Resmi bir hikayeni sözlep verdiniz de. Doğru. Bunun tekstini, Özüm yazgan. müzikasini. Müzik özüm. Uyuu. Onda siz bağlıqçılarının bir gipini anlap bakaylı mı? Ben özüm işte müzikalen yaxşı görmem. Ama zamani, özüm aşı fungadan nakşa etme. Adamını demaltıdığın nakşa. Bir çarçap tırga vaktinde, manda nakşını anlap, özüne fıtta bir fonksiyon kılıp çok özüne. Manda taşıp demaltıdığın şunda. Yaxşı oldu, man nakşımı yaxşı aldığındır anlap bizime gayret kalan. Bu da ama azar katım uğunandı mı yaxşı orunladın. Xotengi ben oynap gelmem la hazır. Nakşan anlap, ben bu xotengi görüp aylıp gelgende kaldım var. İşte oturup göç girdilini, xotenin tohumlarını, bazarlarını köygende, eşek apır koydalı bizde. Rahmet. Mesela burun kuvaklarda bizim hukukumuzda hem chat yezladın, yoki chat şehirlerden, nailerden, vilayetlerden merkezi şehirge, yoki merkezi şehirden biz Beijing'e, Şanghay'ga, Terakkihan'a intilip berip, manda turmuş tezliğen tekstler var, şuna hazır biz zamanımızı terakki kılıp, hazır bizimki bu asas katlam tövendikilerle meni anca pek farkı yok. Hatta bazıda tövendikiler işip ketkendiken, bular Ürümçiden Xotengi dağın kılıp algan gepti. Doğru. Mezmun cihatta şuna ama. Manda bir adamını celip kıldığın, manda bir yenilik demek, biz zamanımızın terakkiyatı, hazırki ahvallarda, meyli bizden hükümetinin ki, bu Şamsun Rinşin canlığı olamdı, yakımızda materaptım var mı? Bu maskelediğin bir mezmun çıkıp durup dumanından. Boğan hikayemi bu. Xoten görüp biraz üstülük nakşaytanmay çalınıp ketken mi ta? Dere hemmisi rast gap pişidik. Bir mu yagan gap yok. Aynen. Üzerinin yaxşı gördüğün üslubu bilen bazanın kubul kıldığın nes oturustiki bir ılıqı ziddiyet jo bu. Yürekten çıkanı kılamdım ya ki baza kubul kılanı kılamdım deydiğin jo. Bu nakşın ait addi nakşı olan bilen emniyette bir sanatkarının beşidiki şu bir nesini ait yaxşı ifadalep bergen bir isil nakşı dep ölemem bu nakşını. Rahmet. Bu da sizlerge teximiz zor utuq tilaymiz. Agar keyinki basqıçlarda yana müstakilni görüşüp qalsaq, yeni ijadiyatlaringizni anglashga intizorimiz. Bo'ldi. Ahmet yar bo'lsin sizlarga. Bo'ldi. Endi sahnimizga taklif qilganimiz bo'lsa, 2-numurliq mahirimiz. Marhamat. Voy bollu, voy bollu, voy bollu, voy balla. O yey. Hemen atam diyecinim, arliyem, sundiye kanatım karliyip. Ame yıklamay, ay kim yıklasın, canım anamdın ay. Vay ballu, vay ballu, vay ballu, vay balla. Me yıklamay cinim, kim yıklasın, abi cinim anam de. Vay ballu, vay ballu, vay balla. Hayat etme adam oldum, vay buldum, ey ağam yemuk kılap oldum. Hayat etme adam oldum, vay buldum, ey ağam yemuk kılap oldum. Haber görüp cemalini yaşık be harap oldum, aşık
O barsanla salam danlayey O barsanla salam danlayey Haya bizni surab basayey Haya bizni surab basayey O şehride aman danlayey Ya bizni sorab vay kasay Vay vay şehride aman vay danlayey Vay vay meste yare derdim salim yare Ey yarim derdim yaman ey yarim Vay 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 ey Yar yamanla bardu kayda qilib aldi bulay Yar yamanla bardu kayda qilib aldi bulay Aldığa çayını koyup oynap gelip aldi bulay Aldığa çayını koyup oynap gelip aldi bulay Vay vay meste yare derdim salim yare Ey yarim derdim yaman ey yarim Oy vay vay ey vay vay ey vay vay ey Vay vay kegili keldin mu çüydür gili keldin mu Akşıyı öşken otini yandır gili Vay keldin mu Anası ölmegen kim boy Atası ölmegen kim boy Kişinin yurtuğa barip herif olmayan kim boy Vay 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 Tirelik ka direklik Oy oy çinem ay Ava dilli direklik çinem ay Tirelik ka direklik Oy oy çinem ay Ava dilli direklik çinem ay Aşın tutsan cuvan tut Oy oy çinem ay Oynu gıllireklik çinem ay Oynu gıllireklik çinem ay Oy oy Vay 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 senin dostum Vay vay benim dostum Sırayda bir Vay meşhur vay laylı Vay senin dostum Vay vay benim dostum Sırayda bir Vay meşhur vay laylı Vay bir şey gibi Vay almaya yani Vay bir şey gabi Vay des vay layle Vay 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 Ben burayı deptim Vay neçiyat ettim Piyade bir Vay ben bir almadım Ben burayı deptim Vay neçiyat ettim Piyade bir Vay ben bir almadım Vay kralabi, vay adlı beni, vay Vay cemalini, vay ben göremedim Vay vay, vay vay, vay 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 kralabi, vay adlı beni, vay Vay cemalini, vay ben göremedim Vay vay, vay vay, vay vay, vay Hoş geldin lafkılırım. Karşılığımız. Asli men Qalun Dolarababi ekemekçi bolgan ulanın Qalun. Qalun Dolarababi. Ha. Bəzilərinin vaxtı çıxmay qaldı. Şərait yarmamay qılıb biz inin bilan işkilən gəldik. Ha. Onda oğuz texmi peyz buladı diye. Doğru. Elimizde yaxşı ettiniz. Demek aslideki normal bolgan iqtidarımni bek yaxshi qildiramadim demekçi hazır. Doğru. Başqa işki saz bolgan bolsa texmi bek yaxşı çıxatdı. Texmi qiziydi ya. Ustazlar.
Endilarimizga bir baho berib bersanglar. Sizlar avatni ekansizlar. To'g'ri, avatni aytdim. Aqsa avatni, ha? Ha, avatni aytdim. Biz 2006-yili Muqam Bahari deb bir kechilik qilgan. Ashuni ichida Dolan muqami bor. Men Dolan muqamining gruppasi dedim. Sizlarning hozir aytayotgan shu ovozinglarning 8 oktava yuqori aytdilar. Shiqildi tilakka, ochdiva. Oyda igizitdi. Bu kanallarımızga yetilib, sizlarning ovatning nakitning qaraganda o'xshamaydigan yeri bor. Kuyni tushirib bitdi bular. Bir oktava tövaydi. Ama melodiyasi o'xshashidiki, bu baytni aytayotgan. Buni biz Shanxay yoshini o'qitgan dars qilib o'tgan. Dolan muqamining alayidligi deb bilsak yamanjiq. Naqshida bir melodiyani aytayotganlar, chilayotgan muzikasi fudya bo'lmadi. Bu bir mo'jiza bu. Ajoyib bir shakl bu-chu Dolan muqami. Daptimini aytdi, ritmini yaxshi o'rnalanglar. Bir ta'kidlaydigan yeri, buning chiqayotgan ovozinglar bor. Azroq qiyish bor. Hoş gelipsen Mevlam Fuka. Ben şunda hayacanlandım. Hem de uşak bazı noksan. O nesle nek meydanda asasen 100% iş kıl bulmaydı çoğu. Biz mayada MP3 koyup mikrofonda yalgan nakş etmeyen diken bu yada üzümüz çelip resmi üzümüz eğitibatkan boğan diken biz aşı noksanlar bilen koşup durup huzur alımız sıranın nakşanlardan. Benim birindim kıldığım ögenge vakitte aşı bek inçiki bir pırakla valıkı çoğunladı ba bir avlat yaşlar kelgendikin bez yuqap ketadigan bazı pıraklar oldu çoğu. Dep bir egizlerin benim kıldığım bir iştir var. Buğularımızdan ılık nakşetka vakti çoğu. Alık bir aşında kıyalar bilen koşup çoğu. Üzerine eğitip, yanırtıp, kiyinkilerge şular bilen koşup yetkizişanlarını ben ümit kılma. Rahmet kılırım. Bo'ldi ustoz. Naydi dostana, lekin naydi esqatadigan taklif fikrlarni berdi ya ustozlar, shundaymi? To'g'ri. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, ko'rayotganinglar Sartan guruhi Xotan Eksan o'smir kasalliklar doktorxonasi, Aqsu, To'qsu, Sartan Tianshan doktorxonasi qasnomidagi mulozim sipsi alayida talab qilgan, uyulishchiligi alayida qo'llagan, Zo'xlan ichimlik suv şirkati alayida hamkorlashgan. Şinjan Venera Xalqaro savdo cheklik şirkati strategiyalik hamkorlashgan. Arzu marka moliya maslahatchilik şirkati strategiyalik hamkorlashgan. Sartan Tianshan Navasi programmasi. Endi sahnimizga chiqadigan bo'lsa, bu san programmamizdagi 3-numurliq mahir. Salam yazsam men yarımga gelmedi cevap. Gözüm yolda nigarının yolga qara. Salam yazsam men yarımga gelmedi cevap. Gözüm yolda nigarının yolga qara. İtan tayımı yolun sayımı bilmedim yarım. Perişan men halim yok yıldız ne sana. Yar künlünün kararı yaktuştum. Yaminindin ayrılıp yüreğin kandı mı? Kılgan bulsam yamanlık eytkana yarın. Ya bulmasa künlünü bir aldım.
bulmasam yamanlık etqina yarım ya bulmasa köңлүңнү biri aldım. Köyseni kavurga mende kıyar mı? Nigar edin ayırdıp mende kalar mı? Bravo köyseni kavurga mende kıyar mı? Nigar edin ayırdıp mende kalar mı? Kılgan bulsam yamanlık etqina yarım ya bulmasa köңlүңнү biri aldım. Kılgan bulsam yamanlık etqina yarım ya bulmasa köңlүңнү biri aldım. Ya bulmasa köңlүңнү biri aldı mı? Men oş Mevlan'da küçükrek bir Mevlan'da köygendekli buldum hazır. Bahalıqçı ustazlar. Men endi siz degandek chiroyli shushan kiyimlar bilan duttani esib turib mundaqchi. Endi adami bor, o'zining yashig'iga loyiq bundaq shushanlikmi bor. Duttaning-chu o'natgan qayerим to'g'ri qilsa qarab, men ama izlanib o'zimma shu dutta oldikenik bo'lib ketmaydigan nim qilgan. Chiroyli yarishdi dutta. Ondan ayt zo'qlandim naqshangdan. Eziz turgandan ki yeşiğe qaraganda özünün ifadesi sal Salmaqroq mekan. salmaq çoğurak. Meyli eserge bo'lgan tushunishi bizga ifodalab berishi olsun yoki odatda gapimi özünün yeşiğe qaraganda çoğurak ekan. Au bir yerda qazkin so'zdigan bir yer va ikkinchi qo'lda bir so'zdigan bir yerda ovozim tushib ketdi. Dadrang chiqadi chiqqan ovoz charek tushib ketdi. Ovoz ergiz qoymisin. Azroq tushib ketib qoldi, diqqat qilmadik naqsh aytganda. Ovozing yaxshi ekan, chiroyli. Davomli tirishqin. Sahnada ustozlar endi seni kemçilikin deymiz. Senin chin shuying bilan dutlar aqida qolib qoldi shu vaqtda. Dutlar chaqan vaqtida bilgan manish kerak. Sen ovozingni tanka chiqib berish kerak dutlar bilan-chu. Bu vaqtda buningda bir banmay bo'ldi. Jo'ngji gavjasi yaxshi. Natijalar yor bo'lsin saqab. Xo'sh qadrdonlar, endi alqishlarimiz bilan bugungi son programmamizdagi 4-numurliq mahirni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.
yangınını bağ döküldü yangınını koçda koçda baskan baskan işi bol diye küzümge vay totiya bak girsem bak doya bulbul kanatlı akdım ak girsem bak doya bulbul kanatlı akdım Mihriban zimin anam ey Mihriban zimin anam ey bizden güldü akdım odanam igezanane encelleri kiseş dalane encelleri kiseş dalane bağları da okşağane bağları da okşağan üzüm koğan yanakçıdan bağları da okşağan bağları da okşağan üzüm koğan yanakçıdan
Çölge su açay değmen Mihriban bu zemin Mihriban bu zemin Bağrım yerim yatay değmen Mihriban bu zemin Mihriban bu zemin Bağrım yerim yatay değmen yatay değmen bağrım yerim yatay değmen Hoş geldinglar yigitlar. Ustozlar. Turpanның vekil karakterlik bir eseri bu. Turpanға mehmanға барсақмы, музыкантлар алдылар зіміндің başlaydı. Bugün yaxşı çaldыңlar. Birinci koptikadaki aralıkta pauza var. Eşerseli valaşanıрақ. Çok dikkat qılmış xata çık qoydu eşerin edim. Eşedim azmay to'liq chiqdinglar. Mana bizning shu programmaga mos kelgan, programmaning talabiga uyg'un kelgan mustaqil nomerda bir ep kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Mening ham bu naqshdan his qilganim oldi bilan nayt astoydil bir tayyorlik bo'libdi. Yana bir ish sizlarning og'indarchiliginglardan suyundim men. Mushu og'inlarimizning sizni deb bu yerning orliqma xiliba sozlarini ko'tarib, mishaga sizga tankash qilimiz deb kelgandan nayt ta'sirlandim. Rahmat og'inlar. Rahmat. Birli sazchilish nima bir xumari bo'ldi ekan deb anglayman-ku. To'g'ri. Chaqirishib bir-birini chiqib birli soz chalamiz, birli bir aytayli, birli chalayli degan bir xuma bo'ldi ekan-da. Mushu xuma, mushu o'rtaq qiziqish, o'rtaq muhabbat balkim sizlarning oranglardagi do'stlikni rishtanglarni texmi chingitayotgan bo'lsa kerak. San'atga, sazga, naqshiga, san'atkorlarga hurmatimizni bildiramiz. Muloyim chiqishiga takas qilish boshlandi. Hey, mulozim keldi. Sap sütün huzuri uyulda. Toplar güzel dünya diyen toplar Bu çaşkan nur ziya diyen toplar Nur koynida yaşma kadir İçilgan gül, içilgan gül İya diyen toplar Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, şirket qurish, tamoyna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patent iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Orzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketidan boshlang. Pokiza muhit a'lo mulozimat, mo'l bo'lgan nashtilik, haqsiz chiniqish uyi, haqsiz mashina to'xtatish o'rni bor bo'lgan 4 yulduz darajalik to'g'ri mehmonxonasi har qaysi joylardan xarida chaqiradi. Metro bekitiga 6 minutlik, aerodromga 20 minutlik, xalqaro cho'ng bozor va Qizildog' baxtsiz qatorliq sayohat o'rinlariga 20 soatlik yo'l. Aerodromdan kutib olish va yetkazish mulozimatimiz bor. Sayohat shirkatlari va har qaysi o'rinlarning biz bilan hamkorlik o'rnatishini qizg'in qarshi olamiz. O'rni Urumchi shahriy iqtisodiy taraqqiyot rayoni Shlyuxu yo'li 136-numar. Xo'sh qadrdonlar, endi sahnimizga
Bugünkü Serttan Tianshan Navasi programımızın 5. numurluq mahirini təklif qılımız. Qani, mərhəmət.好厉害！首先给大家自我介绍一下吧。 yaxshimisilar 喂， meni ismim Do'jamin 那我们来听一下我们的评委老师怎么说。周佳明，哎，你好，老师好，咱们又见面了啊。那个不到2个月的时间，你进步挺快的。开学那时候唱的是那个前边那个知道是吧？对对对对，1个半月、2个月的时间，有很大的进步。这个敬佩你的这个毅力啊，因为什么？这个真的不容易，真的特别不容易。这个杜佳明，哎，老师好。我知道你，我关注你，在抖音里经常看你的作品。哦，谢谢了。你不仅弹一手好的都弹，而且弹拨弹得也非常好，而且还会拉萨塔。对对，会一点。还有瓦普。也会一点。也会了。他的这个维语
有长进，口音几乎跟这个维吾尔族都分不出来了。往后的发展当中，你继续在研讨，继续在学习，这个把握住它的这个韵味儿。我非常好奇的一点，那天那个读他的时候，那个演奏法不是维吾尔族的演奏法，所以觉得你好像研究的不光是维吾尔族的音乐。就是怎么说，就是我一开始就是也是听维吾尔杜塔尔嘛，后来我接触到这个中亚这边这个一些杜塔尔演奏，我就发现他们这个就是那个手法上也跟我们不太一样。然后我还找了几本那边的教材，那样子翻译了一下，那样子自己那样慢慢摸索的，看别人视频这样。特别认真啊。Ekran oldidagi qadrli do'stlar, ko'rayotganinglar Sartan guruhi Xotan Ehson o'sma kasalliklar doktorxonasi, Aqsu, To'g'su, Sartan Tianshan doktorxonasi qasnomidagi mulozim sipsi alohida talab qilgan, uyul ishchiligi alohida qo'llagan, Zo'xlan ichimlik suv shirkati alohida hamkorlashgan. Şinjan Venera Xalqaro savdo cheklik shirkati strategiyalik hamkorlashgan. Arzu marka moliya maslahatchilik shirkati strategiyalik hamkorlashgan. Sartan Tianshan Navasi programmasi.
kıpkızıl gül bulup geldi. Bulbuldek sayrap geldi. Salam ekran aldık tordaşlar. Sertan Tianşan Navaz programması arqılıq sizler bilen didarlaşqanlığımızdan tolum xursan bulduk. Bugün mana nurgun karxançılar kepti. Ustazlarımız kepti. Biz bugün muş fürsette sizler bilen didarlaşqaş. Naq meydandaki tamaşbıllarga, ekran aldık tamaşbıllarga naq meydan naqşımızını ep geldik. Nicatlık yultuzi sertan, xalqning derdige derman. Unungsuz sende köp arman, o sertan mening daqlan. Onundu çünkü bar ehsan. Jimi dertke bular derman, tibabet əhlidin çıqqan, tevip sertan mening daqlan. Kasbning igisi g'amga, petib qalgan mushu damda ajoyib to'g'ri yo'l tutgan yigit sertan mening daqlan. Uyumning barkati sertan, xalqning shavkati sertan, avomning ko'nglini tutgan aziz sertan mening daqlan. Endi Sertan Tianşan Navası programımızın bugünkü sandaki 6. numurluq mahirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat.
dey bir tatlı sizi bulsay bir tatlı sizi bulsay Ovoz degan lekin yangratqudek lekin ha. Ya rahmat. O'zingiz o'rganib olganmi? Muzikani 7 yoshimdan boshlab dadamdan o'rgangan. Naqsh aytishni-chi? Naqsh aytishni dadamdan o'rgangan. Baholovchilarning gap so'zlarini anglab boqaylik. Bu hali pishqan naqshi. Rahmat. Pishqan muzikat bu. Rahmat. Mana naqshning ismi Uch o'rdek. Turpanqiliq naqshi bu. Bugun yaxshi o'rladinglar. Rahmat. Shularning müzik çilişanlar, masa çilişanlar bir şey yaxşı. Aşkısa çıkan müzikatlar. Abdülkan bilen bo'lgan hikoyangizni so'zlab beray. Abdülkan bilen de dadam hem de Abdülkan'dan aldı çoğun olgan aşı tenteydi. Ben hem de Abdülkan'ın yanında pat turma. Maşı muqam yok halk naşlarını pişiklap öğrenip kalaydı. Hem de işte çoğunlarının yanında turdan amırak özüm. Öğrendiğinden başka hazır özünün oğlu dek. Doğru. Hem işi de Abdülkan'ın hem işi de Adile Hanım'a yardımlaşıp muhtar bağışladı. Ufkam, yeni bir xil. Çünkü bu hem de Mehmet hesapta oğlumuz desem o emas. Lekin aşı derecede. Aşırı derecede. Ustaz degende mandat tutkan bala bu. Hem de 2 ay olub kaldı. Dadam da ayrılıp kaldım ustazımdan. Bundan yerga şu Nijatkan bağ köreşke vaxtladım hem de. Bu ayını hem özümden dadıstek görüp işler olası yendi. Bütün hizmeti de bulup. Hizmeti de bulup. Yaraysa. Acep təsirinib ketdim. Davlıq, treş. Sap sütning huzuri uyulda. Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, şirkat qurish, tamoyna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patnet iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Orzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketidan boshlang. Pulingizni tejimoqchi bo'lsangiz, Molligirin Optolni ishlating. Chunki Molligirin Optoli pul tejaydigan Optol. Mas'uliyatchan kishilarning tanlashi Molligirin Optol. Telefon va o'ndidar 13 5 9 75 75. Haqiqiy import qilingan Optol Molligirin. Ekran oldidagi qadrli to'rdoshlar, ko'rayotganinglar Sartan Tianshan Navasi programmasi. Endi bugungi programmamizga 6 mahirning natijasini e'lon qilaman. Bizning baholovchi ustozlarimiz har bir mahirga nomer qo'ygandan keyin qo'ygan nomerini jamlab o'tircha natijasini e'lon qilamiz. Birinchi nomerlik mahirimiz Farmon Qahramon. O'tirchi numeri 82,75. İkinci numurluk mahirimiz Mevlan Mehmet. O'tirchi numeri 72. Üçüncü numurluk mahirimiz Aziz Turgan. O'tirchi numeri 78. Dördüncü numurluk mahirimiz Merdan Sattar. O'tirchi numeri 79. Beşinci numurluk mahirimiz Du Jiaming. Pingjunfen 81,5. Altıncı numurluk mahirimiz Muhtarcan İsrail. O'tirchi numeri 81,75. Bay deganga o'xshash umumiy saviyalarga emas, bugungi mushu sahnadagi ifodanglarga qo'yilgan nomer jumuf qilirim. Bundan keyin mangdigan yo'llaringlar uzun. Ko'ngil so'zinglarni anglab boqaylik. Oldu bilan ustozlarning menga bergan baholarga ko'pdan ko'p rahmat. Men chuqur ustozlarning menga bergan baholarni va shunaqla so'zlarni tuvanchilik bilan qabul qilib bundan keyin men chuqur tirishchilik ko'rsataman va shunaqla mish ekran oldida meni kichikligimdan boshlab beqib cho'ng qilgan do'lan muqomni o'rgatgan dadamga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman va shunaqla naqsh o'qituvchim Amragul Abduqodir muallimga va shunaqla Oyshagun muallimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat.
Bəzi gəqəmaslıqdan özümü nurgun mənlən ifadələydi. Məyli əgər də mən aslı kirişim kerekti deb oylagan bolsam to'g'ri. Shu noroziligini ifodalab gap qilmagan bolsam yana to'g'ri. Lekin yana bo'ldi men gap qilmay davomli untinsiz holda tirishib sizlarga texmi yaxshi holatda o'zimning karomatimni ko'rsatma deb gap qilmagan bolsam yana to'g'ri. Shundaqmi? Balkim o'zining o'ylig'ini bo'lish kerak. Qadrdonlar, endi mushu fursatda men Shavfa inimdan so'rab boqqim kelyapti. Shavfami yaqin naqsh aytyapti shundaqku. Naq maydonda naqsh aytish, o'zi chilib naqsh aytishga nisbatan ko'z qarashingda o'zgarish bo'ldimi, afkam? Mening mushu Şençang naqsh aytishga bo'lgan ko'z qarashim bugun olti yerni ko'rib haqiqatan o'zgardi. Ko'z qarashim bek o'zgarib ketdi. Hamda men bek tushunib ketmayman, bek bilib ketmaganim bilan lekin bugun naq maydonda turib anglab, "Hojon Ras ekranda anglagan bilan manda anglagan osmon zamin farqi bor ekan. Rahmatkom. Yaşınlar kiçik, yolunlar uzun. Menzilleringlar güzel bo'lsin, yo'llaringlar dağdan bo'lsin. Biz sizlarni yaxshi sahnlarda ko'rishni arzu qilamiz. Nijatka. Sartan Tianshan Navasi programımızdaki bekitken özümüzün kaydımız bo'yicha men bağlıqçılık salahiyetimden başka mening yana bir baş rejissorluk salahiyetim var. Baş rejissorluk salahiyetim bilen men Aziz Turg'anni qayta tirildirman bugun. Biz bu yerda biz rasmiy adil qilamiz mana ishni. Bu fikam yaram muqamchi, lekin azroq nuqson bor. Lekin qara, biz mayada nim qilgan ekan, bir veshillarni qo'shib qildi. Keyingi kasb hayotimizda men qo'limdan kelgan qanday yordam bo'lsa, men sening yaningda turay. Juma. Ammo absurdni biz ashlaq to'liqlayli. Texmi yukselishiga ishonamiz, ha? Ha, albatta. Karxanchilarning ko'ngil so'zlari bo'lsa, aytvasanlar bo'ldi. Mulozim sipisidin. San'atkorlar yili bizning xiyol dunyolarimizni, xiyol kaptarlarimizni yili Putinninki qaynoq yakshan bozorlarga so'rab olsa, yili dolan tarafga so'rab olib ekan, yili go'zal ila vadillarga so'rab olib ekan. Hamda bu ajoyib bir sirliq bir kesibning birisi ekan. Hamda oxirgi so'zimda bizning bugungi raqobatlar intayin keskin bo'ldi. Hamda biz mulozim oilasidagilarniki sizning mushtatgan jafoyingizga oz bo'lsinmi, nereden kelgan bo'lsangiz, cho'ng sifat bir ayirib bilan beltini ko'tarishni qaror qildim. Hurmat bilan uzatib qo'yamiz demoqchi-ku. Venira. Bizning shirkatimizning azdir ko'pdir ko'ngli va mingyan qimmatdagi Venira mahsulotlarimizni sizga sovg'a qilsak. Rahmat. Bo'ladi. Unda bo'lsa, fikam, mau bizning programmaning guvohnomasi xatiri bo'lib qolsin. Rahmat. Sartan Tianshan Navasi programımız müşahit ayaklaştı. Biz kilerki son programımızı görüşelim. Hayır hoş. Bak girsem bakdı ey bulbul kanatlı akdı. Bak girsem bakdı ey bulbul kanatlı Mihriban zemin anam ey Mihriban zemin anam